alaykum, hurmatli Taqvo Mebel kuzatuvchilari, obunachilar va biz obuna bo'lmay kuzatayotganlar. Bir necha oy tanaffusdan keyin yana sizlar bilan birgamiz. Bo'lmasam video obzorimizni boshlayveramiz. Xo'p, bu ishlarimizga keladigan bo'lsak, yong'oq yog'och hollari xontaxta bo'ladi. Ko'rsatib qo'yamiz. Hollari ham MDF deganlar MDF, laminat desa laminatdan qilib beraveramiz, displey laminatdan. Xo'p, stullarimiz keladigan bo'lsa, stullarimiz yong'oq yog'och machalkalar 12 qo'yilgan. Orqalari pardali qilib ishlangan. Rangi shampan deyiladi. Hop, qisqa tanishtirib o'tib ketaveramiz. Keyingi ishimizga keladigan bo'lsak, bunisi ham Cobra fason, yog'och yong'oq, rangi oq qilib ishlangan, jemchug qilib. Mana orqalari pardali bo'ladi. Komplet to'liq holatini tushirib qo'ying. Bu ishimiz ham hollari xontaxta bo'ladi. Narxi 6 million so'm. Xo'p, keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak, turetskiy fasonda ishlarimiz. Xo'p, bu ishlarimiz ham 12 talik xontaxta bo'ladi bu ishimiz ham. Old tarafdan ko'rsatib qo'ysangiz ham mayli, qayta qilingan fotonlari, boshqalari ko'rinadi. Shu qulayligi, shu komfort narsa bir olib ishlatib ko'rsanglar ham mayli. Xo'p, bu ishimizning narxi 12 taligini narxi 8 million so'm. Hozir faqat 12 taliklarni ko'rsatib o'tyapman. Agar mavod zakaz qiladigan bo'lsalar 14 talik, 16 talik ketaveradi. Nechta talik desanglar tayyorlab beraveramiz. Xo'p, bu ishimizni ham aytib o'tdik. Xo'p, yana bitta yangilik qilganmiz. Mana tilla qo'yib qo'yganmiz mana bu joyiga. Yonma-yon qilib ko'rsatib ber. Xohlasanglar undan, xohlasanglar bundan. Xo'p, keyingi ishlarimizga o'tamiz bo'lmasa. Bu ishimiz 14 talik. Material yong'oq yog'och, orqalari pardalik. Xohlaganlarning pardasini qo'ymay ham tayyorlab beraveramiz. Xo'p, hollar xontaxta bo'ladi bu ishimiz ham. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, bunisining narxi 7 million so'm. Xo'p, keyin lisvaydan donalikka ham olib chiqib qo'yganmiz, lisvayimiz ham bor. Buni orqalari pardali qilib ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Xohlasanglar bunaqa shu 14 talik xonaga ham terib beraveramiz buni ham. 12 talik qilib desanglar 12 talik, 14 talik desanglar 14 talik. Xo'p, o'z asli bu ishimizning xona 275 ga 120 bo'ladi. Bu ishimiz 275 lik xonaga 3 million so'mga qilib beramiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab bor. E'tiboringlar uchun rahmat. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammanglarga.